Eng ko'p til o'rganishning usuli bizda hamma grammatikadan boshlaydi. Bo'ldi, grammatikani bilsam, so'z yodlasam, o'tirib lug'at daftar tutsam, men tilni zo'r o'rganar ekanman deb. Lekin bu usul hech qachon ishlamaydi. Men lingvist emasman, lekin poliglotman. Menga til kerak emas o'zi aslida. Ingliz tili, rus tili, o'zbek tili yetadi. Lekin til o'rganish usulini bilganim uchun qiziqib qolgan tillarni ham o'rganib qo'ya qolganman. Aslida til o'rganish juda oson. Eng muhim narsa til o'rganayotgan aslida qoida bu shu narsani yaxshi ko'rishingiz, qiziqishingiz. Qaysi tilni o'rganayotgan bo'lsangiz ham shu narsani men majburman deb emas, buni qilishim kerak emas, shu narsadan nima topsam bo'ladi, mazza qilib o'rganaman. Nimani o'rgansam mazza qilaman. O'sha aytganim oldin ham koreys tilini o'rganadiganlar K-popdan boshlaydi. Rosti ko'p mana yosh qizlardan, bolalardan so'rang, K-popga qiziqadi, koreys tilini biladi. Nega? Chunki K-pop degani ashulalarning ma'nosini o'rganish xohlaydi, gapirgan idollarni gaplarini eshitish xohlaydi. Shundan boshlanadi hammasi. Rus tili ham shunaqa. Menga ko'proq o'zbek auditoriyasi yig'ilganda odamlarda rus tili bilan o'rganish bilan bog'liq muammo bor. Aytaman har doim rus tili mana nimaga odam, yosh katta odam, umuman til bilmaydigan odam 2 yil o'qib 0 dan IELTS ola oladi. Da bor shunaqa o'zimni opaman, umuman ingliz tilisi 0 bo'lgan, maktabda o'qigan, lekin unaqa yaxshimas. 2 yil tayyorlanib IELTS dan 6,5 oldi. Nega shu odam, lekin yosh katta odam rus tilini 15 yilda ham o'rgana olmaydi? Sababi bizni miyamiz har doim chegara bilan ishlaydi. IELTS olaman degan odam bundan manfaat ko'radi-ku. Mana ingliz tili o'rgansam IELTS olaman, IELTS nima bo'ladi? Ishga kiraman, KPI olaman, universitetga kiraman, grantga kiraman va hokazo, chet elga ketaman. Rus tilini nima deydi? Nega rus tili o'rganmoqchisan desa, shunchaki o'zim uchun. Bo'ldi, miya qabul qilmaydi ular. Shunchaki o'zingiz uchun kerak emas unga. Unga qanaqadir aniq maqsad, strategiya mana erishasan. Desangiz, 2 yil bo'ladimi, 1 yil bo'ladimi erishasiz.